Tasavvur qiling, ulkan kema okean o'rtasida turibdi. Bortda ovqatlar issiq, buyumlar oz joyda, hatto choynakda choy qaynab turibdi. Lekin birorta ham odam yo'q. Kapitan ham, ekipaj ham xuddi havoga singib ketgandek g'oyib bo'lgan. Bu kino emas, 1872 yilda sodir bo'lgan haqiqiy voqea. Bugun biz insoniyat tarixidagi eng sirli va qo'rqinchli g'oyib bo'lishlar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi voqea Maria Celesta kemasi siri. Bu kema topilganda unda 6 oylik oziq-ovqat va suv bor edi. Hech qanday hujum belgilari, qon yoki tartibsizlik yo'q. Eng qizigi, ekipajning shaxsiy buyumlari va pullariga ham tegilmagan. Agar qaroqchilar hujum qilmagan bo'lsa, 10 nafar professional dengizchi qayerga ketdi? Eng mashhur versiyalardan biri, okean tubidan chiqqan zaharli gaz yoki to'satdan boshlangan girdob odamlarni vahimaga solib, kemani tashlab qochishga majbur qilgan. Lekin ularning qayigi ham, jasadlari ham hech qachon topilmadi.